رادیو تلویزیون وطن د سولې ملي یووالي او پرمختګ په لور وطن رادیو تلویزیون تقدیم etadi. O'zbekcha dasturi yorug'lik mash'ali. Dastur boshqaruvchisi Nejiba Ziyoyi. آدمی زاد جسمگه بلغل که چون جان در بلیم همدم و هم مهربان مونسو انسان در بلیم. Tegri taala nomi bilan hurmatli tomoshabinlar va tinglovchilar, assalomu alaykum. Bugun tarix 10 oktyabr 2025 milodiy yili. Men Nejiba Ziyoyiman. Siz O'zbekcha yorug'lik mash'ali dasturini Vatan radio televizyoni tomonidan jonli tomosha qilyapsizlar. Barnomamiz oyda 2 marta nashr bo'ladi va Afg'oniston turklarining bilimdon farhanglarini chaqiraman. Mana bugun ham barnomamizda Afg'oniston turklarining bilimdonlaridan birini chaqirganman. Hurmatli ustod Ziyo Qaysoridir. Tadqiqotchi va ta'lim sohasida uzun yillar xizmat qilib kelganlar. Bugun jamiyatning fikri asosida til, madaniyat, yoshlarning kelajagi haqida suhbat qilamiz. Hamda bizlar bilan qolinglar, ma'noli suhbat sizlarni tafakkur va tajriba olamiga olib kiradi. بینندگان و شنوندگان گرامی، سلام و درود خدمت تک تک شما. در برنامه امروز افتخار میزبانی یکی از چهره‌های فریخته و دانش دوست کشور را داریم. استاد زیا قیصری، استاد پوهنتون، پژوهشگر و صاحب نظر در عرصه اندیشه و آموزش عالی. در این گفتگو با ایشان درباره نقش دانشگاه در رشد فکری جامعه، چالش‌های آموزشی امروز و چشمانداز آینده جوانان در افغانستان سخن خواهیم گفت. با ما همراه باشید در سفر کوتاه اما پرمفهوم به دنیای اندیشه و تجربه. از همکار تکنیکی ما خواهشمندم مهمانمان را در استودیو وصل نمایند. endi esa ustodning barnomaga chaqiraman. Hurmatli ustod, da'vatimizni qabul qilib, vaqt ajratganingiz uchun minnatdorman. Yorug'lik mash'ali dasturimizga xush kelibsiz. Tashakkur, rahmat sizga va Vatan radio televizioni hamkorlariga va hamma eshituvchilarga va ko'ruvchilarga hurmat va ehtirom. Tashakkurlar. Barnomaning e'lonotini nashr qilgandan keyin ko'pcha ko'ruvchilar menga so'roqlar yuborganlar. Navbat bilan so'rayman. Hamda o'zimning ham so'roqlarim bor. Albatta javoblaringizni sizdan eshitamiz. Hurmatli ustoz, so'roqlarga o'tmasdan oldin qisqagina o'zingizdan, tahsilotingizdan va ishlaringizdan bahs qilib o'tsangiz, chunki boshqa millatlardan ham ko'ruvchilar bor, tansalar yaxshi bo'ladi. Marhamat ustod. Men Puhanvol Ziyoddin Ziyo Qaysori, asosan ustod fakulteti zabon va adabiyot departamenti Daridan forig' bo'lganman va masterligim ham adabiyot Darida. Halo qissasini kechroqdan aytamiz, qanday bo'ldi. Men adabiyot Daridan O'zbeki departamentga o'tib, undan sonra bir necha yil bo'ladiki, bu o'zbek tili va adabiyoti bilan va o'zbek bolalari bilan, o'zbek ustozlari bilan birga bu vazifamni boshqa olib borganimni sonradan tashkil qilamiz. Kattakon rahmat sizning qilgan faoliyatlaringizni albatta eshitamiz. Olqishga sazovor. Rahmat deyman. Hurmatli ustod, siz yillaringizni o'zbek tarixi
til va madaniyati ustodi bo'lib xizmat qilgansiz. Bu sohada qanday qiziqishdingiz va qanday bu sohaga boshladingiz? Ko'niga aytib bersangiz bizlarga. Bu bir jolib bir hikoya. U ham yaxshiki shu gaplar qaytaga kechib qolsa, millatimiz ogoh bo'lsa. Albatta. Men adabiyot fakultasiga, Kobulga, Dariy departamentiga ustod edim. Bir kunlardan bir kun sinfda edimki, bir odam darvozani taqtaqlatib menga aytdiki, sizni ojil raisi Poxantun tilattiribdi dedi. Meni bir ajib hayron bo'lib qoldim. Men bir oddiy bir ustod, assistant odam menga rais Poxantunda nima ishi bor ekan deb. Xo'p, kelaman dedim. Aytdi, yo'q dedi, ojil tilattiribdi, darrov bormoqingiz kerak dedi. To'g'ri, har holda men darsni nima qildim, u xotima berdim. Undan so'ng bordim Riyosat Poxantunga. U vaqt marhum akademisiyan doktor Asadulloh Habib rais Poxantun edi. Borib o'tirdim, salom berdim. Menga aytdi, sen dedi shu daqiqadan sonra omir departament O'zbekiston dedi. Ko'p yaxshi. Bir maktubam yozilgan, men rais fakultaga aytdim dedi. Nima qiladi dedi. Buni sen dedi ma'rifa qiladi dedi, rais omir departament O'zbeki. Men aytdim, ustodim, men O'zbekni tilini bilaman, ammo ilmini bilmayman, tarixini bilmayman, adabiyotini bilmayman. Men Dariy adabiyoti o'qiyman. Aytdi, boshqa hech chora yo'q dedi, har raqam bo'lsa. Chunki adabiyot fakultasiga boshqa o'zbek yo'q edi. Uning uchun meni o'zbek bo'lganligimiz uchun meni ketirdilar departament O'zbekiga omir tuzatdi. Ertasidan men fakultaga borar bormasi rais fakulta qo'lida bitta qog'oz getirib meni o'sha daftarimni eshigiga nima qildiki, o'zbek til va adabiyot bo'limi departamenti deb. Ana shu yerdan bizni nimamiz o'zbek adabiyoti bilan qiziqarligimiz nimamiz boshladi, bir katta mas'uliyat shonamizga tushdi. Albatta bu mas'uliyatni yaxshi bir shaklga pesh eldingiz. Undan keyin ham eshitamiz sizdan. Kattakon rahmat, hurmatli ustod. Buni qisqasi bor, gertakina. Xo'sh. Nima bo'lsa, jolib qissa-da. Undan sonra biz hech narsamiz yo'q-ku. Dariy departamentini programmalarini olib o'zbekiga nima qildik? Tarjima qildik. Ba'zi narsalarni masalan o'rga firdavshunosi o'qisa, bergan navoiyshunosi qildik. Boshqa til tarixi va nimalar til departamentlariga bir-biriga mushobi hammasi. 12 savrga departament o'zbekini shogirdlarimiz 12-13 nafar ki shu yerga aytishib o'tishim kerakki, fidokor shogirdlarimiz, fidoilar. Jumladan masalan Said Tojiddin Toshkentbahoyi fakultet tibni qo'yib berib keldi. To'g'on Said Nurullo Aminiyor fakultet huquqni qo'yib berib keldi. Shunga o'xshagan Basir Muqimiy Oy Sulton u bu bo'lib 10-12 nafar avval yilni bir tartibi qilib boshladik. Hafta o'tmadi, nimadan O'zbekistondan vaziri tahsilot oliy O'zbekiston Poxantun Kobulga keldi. Yana meni rais Poxantun bir ro'z ilgari chaqirdi, sho'basiga aytdiki, erta vazir tahsilot oliy keladi dedi. Nima gaplaring bo'lsa aytgin shu yerga dedi. Bundan men aytdim, men nimani aytaman, siz ayting, hamma narsa bo'lsa dedim. Tamom dedi. Rostam ertasiga bordik, Po'latov degan bir odam, vazir tahsilot oliy O'zbekiston, mashhur shoir Asqat Muxtor bilan birga, boshqa odamlar ham birgasiga bor. O'sha jalasaga men da'vat qildilar, meni ma'rifa qildi, mana departament O'zbekini ochdik, mana bu odam omiri falon odam, meni ma'rifa qildilar. So'ngra u odam ko'p xush bo'ldi, ko'p aloqa oldi. Uni yoniga Asqat Muxtor uchun siz ham balki uni taniyarsiz, otini eshitgansiz, ko'p mashhur shoir va navsandalardan aytdi, Navoiyni mulkiga dedi, borib dedi, shu departamentga bir ko'k choy ichmasam dedi, o'lsam yuragimga armon qoladi dedi. U biz bilan jalsa xalos bo'lgandan so'ng biz o'rga ketdik. Uni izzat ehtiromini qilib choy berdik. Kelgandan so'ra ertasiga nima bo'lganda vazirga aytibdiki, bularni bir maydagina o'toqi bor ekan debdi, kichkinagina debdi. Rosam biz ustozlarning o'toqlari mayda-mayda edi-da. Po'latov bo'lsa yana bir jalasasiga men ham borman o'sha yerga, rais Poxantunga aytdi, agar sizlar dedi departament O'zbekiga katta sinf, katta joy bermasanglar dedi, nimalarga, loyihalaringizga hech qaysiga imzo qo'ymayman dedi. Ko'p jolib.
undan sonra shundoq bo'lib bir protokol tuzildi va bu protokolga haqiqatan departament o'zbekini maqomi ko'p yaxshi joyda oldi. Har bir moddani oxiriga o'sha rus tiliga nima qilganki, asubunna o'zbekskiy yozik, ya'ni baxsus departament o'zbek. Masalan, Puantuni Toshkent, Solona, Puantuni Kobulga ustod beradi. Baxsus departament o'zbek. Laborator qiladi, baxsus departament o'zbek. Muassilga burs beradi, baxsus departament o'zbek. Shundoqda bir loyiha nima qildilar, tuzatdilar. O'sha asosiga bizga ikkita professor yubordilar. Ko'p zamon o'tmasi, 1-2 oy o'tmasi darrov. Ikkita professor keldi. Undan sonra ba'zi imkoniyatni degani barobar qildilar. O'sha protokolda asosiga 1 yil bizlarni shogirdlarimiz sinfi seni borib Toshkentga o'qib keladigan bo'ldilar. Bir davra 2 davra ham ketdi. Shu asosga shunday bo'lib departament o'zbeki Kobulga rushd qildi o'sha vaqtga. Albatta yakkaman emas, hamma ustozlarimiz o'rga zahmat qildik, talosh qildik, shogirdlarimiz ko'p talosh qildi. Buxon doktor Solim Muhammad Rosix ki men muqarrar bo'lgandan sonra bular ham nimadan toza muqarrar bo'ldi, bu ham keldi departament o'zbekka 2 kishi bo'ldik. Bu tartibga departament o'zbekki Puantuni Kobul Afg'oniston bo'yicha tamomi puantunlarga oyandasi uchun bir nima bo'ldi, bir moya bo'ldi bu dar haqiqat. Ya'ni bizni shogirdlaydiki, sonra masalan Puantuni Shibirg'onga, Puantuni Taxorga, boshqa joylarga bular forig' bo'lib borib o'rlarga ustod bo'lib, yo hamkor bo'lib, yo jaridalarga, yo axborlarga, yo televizionlarga alhamdulillah ko'p muvaffaqiyat bilan vazifa ijro qildilar. Mana bu bo'lsa nimani departament o'zbekning dostoni va meni bu departamentga kelib qolganligim illatlari. Bizda undan sonra shu ustozlardan, akademisiyanlardan ki O'zbekistondan kelgan edi, shulardan ko'p o'rgandik. Haqiqatan shogird bo'lib o'ltirdik bularning nimasiga. Tozadan avval o'zimiz o'rgandik, so'ngra uni shogirdlarimizga o'rgatmoqqa boshladik. Va bularning soyasiga fakultet adabiyotga barnomai masterlik tuzatildi. Agar shular bo'lmasa masterlik bo'lmaydi. 2 kishi darida bor edi, 2 kishi bizni departamentda bor edi, 4 kishi. Pashto, o'zbeki, dari hammamiz bir joyga bo'lib, 13-14 kishi 3-4 davra programma masterlik nima qildik. Taqiq qildik, o'shadan bir qancha odamlar master bo'lib ketdi. Ana departament o'zbeki bir departamenti ko'p boobro', boizzat, shogirdlarimiz ham hammasi peshqadam va shu shaklga Kobulga davom etdi to 71-yillargacha. 1971dan sonra bilasiz, Kobulga vaziyat buzildi, undan hamma mardum mazorga keldi. Bizni departamentimiz Kobulga o'zbek kadrlarni yig'ilish o'chog'i bo'ldi. Men o'rga keldim, ustod Rosix keldi, orqasidan doktor Said Muhammad Olimov Labib keldi, ustod Nurullo Altoy keldi. Xo'p, undan sonra doktor Azizulloy Orol keldi. Salomat To'lqin keldi. Kim Said Nurullo Aminyor bo'ldi. Bir olam, ya'ni 8-9 ta o'nta ustodni o'sha yerga yig'diki, bular har qaysi oyandaga, masalan, Said Nurullo Aminyor Shibirg'onga, Kozim nima, Said Toshiddin Toshqinboyi va bular Kozim Amini bular Maymanaga, bizda so'ngradan Mazorga ustodlar shundoq bo'lib departamentni nima qildik? Ayoqqa to'xtattirib o'zimizga loyiq bir ish qildik. Ko'p yaxshi. Rahmat sizga va zahmat tortgan va bu sohada uringan bilimdonlarimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz va bizlar uchun katta bir xizmat, olqishga sazovor haqiqatan. Albatta bu to'g'rida qiyinchiliklari ham bordir. Bu nima sharoitlarga idoma topdi, nima qiyinchiliklar bor edi? Qiyinchiliklardan ham bahs qilib o'tsangiz ustod. Bizlarni eng katta qiyinchiligimiz avvalda yakka bizlarga ham emas edi, boshqa hamma nimalarga shu ediki, mavodi darsi nima edi? Yo'q edi. Ammo sonradan bu mavod darsi masalasi ham hal bo'ldi va hammasi yaxshi mavodi darsi bo'ldi. Ya'ni nimaiki o'sha Puantunhoy O'zbekiston yo nimalarga o'qiladigan mavodlar o'shalar tarjima bo'ldi. Bizda alifboga o'zgartirdik, alifboy arabiga kirlikni o'rgandik. Bu bir qiyinchilik edi. Ikkinchi eng katta qiyinchiligimiz shogird jazb qilmoq masalasi edi. Bilasiz, Kobulga qiyin edi bu ish. Harchandiki, ya'ni o'sha vaqt o'sha sharoitni hukumatda odam haqdan o'tmasa, bizlar uchun ko'p madora qildi. Madorasi bu bo'ldiki, hatto 2-chi davraga bizlar shogird ola olmaydik. O'sha vaqt askarlik 4 yil edi. Bizlar qitoatni nimadan
askarlarni, askarbachalar sinfi 12 pos askarbachani qitoat askaridan keltirib departamentda faol qildik. Ya'ni har holda o'sha vaqtda hukumatı bizlar bilan xeyli nima qildi, madoro qildi. Aytib o'tmoqimiz kerakki bergan. Paygir sahibni hammadan ko'p nimasi bor edi, ta'siri bor edi. Musbat ta'siri bor edi. Himoyat qildilar bizlarni. Boshqa puantunni ichiga boshqa bir problem ham yo'q edi. Bizlar hamma bilan barobar haq huquqimiz bor edi. Boshqalarga bor sinf bizga ham bor edi, boshqalarga bor deb ustod bizga ham bor edi. Boshqalar olatxon maoshini bizga ham olaydik. Puantuni Kobulga hech bir boshqa bir nimamiz yo'q edi. Bunda bir mushkuloti jiddiyimizki davlat tarafidan bo'lsa yo bir tarafi degandan bo'lsa, undan narsa yo'q edi. Faqat asosiy narsamiz shogird olish masalasi ediki, hatto bir davra bo'ldiki, masalan men askarlikka ketdim, ustod Ro'z ham askarlikka ketdi. Ustodlar bizlarni evazimizga qoldi, bir davra hatto shogird ola olmadilar. Bir sinf shogird ola olmay qoldilar. Undan sonra yana pasiyana yaxshi bo'ldi. Har holda bor bu problemlar. Kattakon rahmat aniq ma'lumotingiz uchun va ko'ruvchilarimizdan ham so'roqlar yuborganlar. Doktor So'yib Firdavs Aziziy salom va hurmatlar taqdim qilibdilar va so'roqlari shu: siz uzun yillar bilim yurtida ustod bo'lib ishlab kelgansiz. Oxirgi yillarda oliy tahsilotda bilim yurtida o'zbek tili qandoq bir mavqiyatda qaror topgan edi, nima ishlar bo'lgan edi va hol hozirda nima ishlar bo'lmoqda, vaziyat qandaqdir deb so'rabdilar sizga. Javob qaytarsangiz ustod. Agar to'g'risini aytib haqdan o'tmasak, shu oxir yillarga men 93 ga nima bo'ldim? Puantuni Balxga Omir departament o'zbaki bo'ldim. Undan oldin men nima edim? Rais edim Puantuni Tojga. Dubora taqarrur mujaddad bo'lib keldim, Omir departament bo'ldim. Va eng katta xizmat bo'ldi shogirdlarimizga. Bizda ko'p yaxshi bir kitobxona tuzatdik Puantuni Balxga. Tiko tarafidan ko'p yaxshi bir departament bizga qurib berdilar. Va ko'p kitoblar Turkiyadan, ya'ni Bo'rga universitetlarga o'qiladigan kitoblar o'rganimi bo'ldi, keldi. O shogirdlarimiz ko'p zavq aloqa bilan dars o'qiydi. Bizlarning sinflar bizga 100 nafar edi, har sinfga 100 nafar bor edi. 100 nafardan ham oshiqroq nimalar edilar. Ustodlarimiz ham yaxshi edilar. Darslarimiz, shogirdlarimiz har yil, balki siz eshitgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, har yil 2-3 ta katta konferenslar o'tkazdik. Konferenslarimizga boshqalar non berib, pul berib 100 nafar yig'a olmaydilar bir stadionga. Bizlarning konferenslarimizga igna taylakday joy topilmaydi. Xalqimiz shunchalik qoldi, Mazor Sharifdan aloqa oldilar, millat tojirmi, do'kondormi, bu ro'shan fikrlar zotan o'z o'ylari edi, o'z shogirdlarimiz ko'p tantanali shakliga. Departamentimiz har lihozdan departamenti faol edi. Nima tazmini kayfiyat hisobiga, tadrisiy masalalariga, hamma hisoblardan fakultamizga 3-4 yil avval birinchi departament o'zbaki. Buni men aytmayman, hamma biladi. Masalan, raisi Puantun, raisi fakulta adabiyot, boshqalar hammasi biladi. O'zaro ham xabari bor nimalardan. Buni bizlarni uchun natanho bizni departamentimiz, balki shu raqam Shibirg'onga, Maymanaga, Taxorga, so'ngra Bag'longa, hammasiga o'zbek tili adabiyoti uchun eng yaxshi xizmat bo'lgan zamon shu zamon edi. Bilasiz, oxir vaqtlarga bizlar ustod topmaydik, Borshga doktoraga yuborsa edi. Mana qancha ustodlarimiz kelib masterlik olib keldi, qanchasi doktor bo'ldi. Mana 2 kishi hali doktora ishlab turibdilar. Lisans ustodlarimiz hammasini master tuzatdik, hech kim nima bo'lib qolmadi. Shogirdlarimizdan 35 kishini til adabiyot o'qishi uchun, lisans uchun O'zbekistonga yubordik. Ya'ni Bo'rga albatta davlatning bir tavajjusi bor edi shu vaqtga. Ammo sizlardan ko'chishlaringiz albatta. Tabiiyki biz ham talashlarimizni qilaydik, ko'p talash qildik va natija berdi shu talashlarimiz, nimalarimiz. Bizlarning departamentimizdan ham 35 kishi, boshqa Taxordan ham bordi. Qunduzdan, nimadan ham, Maymanadan ham bor edi, Shibirg'ondan ham bor edi. Hali o'sha shogirdlar ba'zilari forig' bo'ldi, bir te'dodlari bor, masterlik, doktora uchun davom berib turibdilar. Va bular hammasi bizlarning oyandamizda, kelajagimizda ta'minoti.
hamma narsa kadr bilan bo'ladi. Kadringiz bo'lmasa hech narsa qila olmaysiz. Voqean. Biz agar hech narsa qila olmagan bo'lsak, tosh vaqtgacha ham hammasini dalili shuki, bizlarni maslakiy varzida ishni bilarmon kadrlarimizni yo'qligi ekan. To'g'ri. Bizga durust aytadi, masalan shu davraga, jamhuriyat davrasiga oldimizda Olatxon kishi yo'q edi. Agar biz ish qilsak edi. To'g'risini aytay, tuhmat qilmaydi endi. Raisi Puantun Moun yo boshqa birta kelib bizni oldimizda olmaydi bu ishni qilmagan deb. Biz har ishni xohlagan bo'lsak qilaylik. O'zbek tilida kitob yozing, chop qiling, hech kim mamoniyat qilmaydi. Konferens qiling, mamoniyat qilmaydi. Dars bering, birta mamoniyat qilmaydi. Lektor not hozir qiling, hech kim sizga mamoniyat qilmaydi. Ammo bizlarni o'zimizda kadrlarimiz mutaassifona oz, ko'p, kam yetishmaydi. Tashakkurlar hurmatli ustod. Ay koshki shu faoliyatlar bir necha yil oldin bo'lsa edi, ammo hozir ham kesh emas. Rahmat hammalaringizga. Doktor Said Firdavsga rahmat deymiz va biz ham salomlarimizni taqdim qilamiz va ustod muhtaram sizga ham ko'pdan ko'p tashakkurlar javob uchun. یک از بینندگان ما آتیلا جان سوالی داشتند به زبان دری و اگر موافق هستید هم اگر فارسچه جواب qaytarsangiz deb xohish qilibdilar. So'roqlari shu ekan: وقتی زبان رو به فراموشی یا حمایت نمی شود چی چیزی در واقع از بین می رود؟ فقط زبان، کلمات یا بخشی از روح و اندیشه انسان ها؟ بفرمایید استاد. یک زبان زمانی که مورد بیرحمی قرار میگیره، حمایت نمیشه، او به تدریج آهسته آهسته با مرور زمان نابود میشه. اما کدام زبان؟ زبان هایی که گوینده های محدود داشته باشه و ارتباطاتش با جهان بیرون با دیگه جا ضعیف بوده باشه و یک تاریخ گذشته قوی نداشته باشه. اما مثلا ما زبان ازبکی را میگیم. زبان ازبکی هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی زبان با پایه های استوار، با قوت، با انرژی و با نیرو هست. اگر 300 سال میفهمین که جلب رشدی زبان گرفته شد، یعنی هیچ نوع توجه نشد، اما من مثال گفته رایستم، اما این زبان باز هم همونطور استوار باقی ماند. به دلیل چه؟ به دلیل از اینکه یک غنای فرهنگی بسیار کلاسیک پرمحتوا داشت. این زبان امیرعلی شیرینوایی داشت، این زبان سلطان حسین بایقرا داشت، این زبان مشرب داشت، این زبان سوپرلایار داشت، ده ها شعرهای دیگر. میبینیم حکومت هیچ توجهی نمیکرد در 200 سال در این زبان، اما مردم در خانه ها، در میمون خانه ها سوپرلایار میخواندند، مردم در میمون خانه ها دیوان مشرب میخواندند، مردم در میمون خانه ها دیوان بیدل میخواندند. از این لحاظ مردم، ملت از زبانش چیز نشد، فاصله نگرفت. یکی و از همون خاطر بود که بعد از 300 سالی که یک مقدار پیشروی زبان ازبکی باز شد، رشد و تکامل زبان ازبکی در رم 10 سال و چند سال اخیر بسیار به سرعت است. ما ده ها شاعر داریم، ده ها جلد کتاب چاپ شده، ده ها کتاب های مجموعه اشعار چاپ شده، ده ها شاعر نوجوان مثلا چیز کرده، نو پیدا شده، کتاب ها ترجمه شده، داستان ها ترجمه شده. اینها چی است؟ اینها به معنی از این است که زبان از خود یک قوتی داره، یک قدامتی داره، یک صلابتی داره. از این لحاظ هرگاه کسی خواسته باشه که این زبان ها را باعث از پیشوی جلوگیری رشد انکشاف بگیره، شاید بتونه جلو رشد انکشاف از را بطی بسازه، ولیکن گرفتن میتونه. ممکن نیست. زبان خودش یک موجود زنده است، تکامل میکنه، بزرگ میشه، نو میشه، خدا نو میسازه و به جامعه بستگی داره. تا زمانی که جامعه هست، گویندگانش هست، او زبان از بین رفتنی نیست، ولو که در مقابل از او بی‌مهری و اینها صورت بگیره.
باز یک موضوع را تاکید بکنیم که در کشور ما بسیار مهم است. زبان، هیچ زبان خوب و زبان خراب وجود نداره. بله. همه زبان ها خوب هستند. زبان یک وسیله اکتسابی است، یک وسیله مفاهمه است. هر زبان میتونه که مشکلات مردم خود، احساسات و عواطف مردم خود انعکاس بده. منتها زبان فقیر می باشه و زبان غنی می باشه. زبان فقیر البته از لحاظ اقتصادی فقیر است، از لحاظ علمی فقیر است، از لحاظ تاریخی فقیر است. او زبان فقیر است، رشدش هم بسیار بطی خواهد بود. اما زبانی که غنی است، زبانی که تاریخ داره، زبانی که گوینده های بیشتر داره، زبانی که فعال است، او زبان ها هیچ وقت از بین نمیره، رشد میکنه، انکشاف میکنه و تکامل میکنه. زبان ها با روح انسان ها بستگی داره. انسان ها عشق، عاطفه، احساسات و تمام خواسته های خود توسط زبان افاده میکنه. واقعا که وقتی زبان حمایت نشود آرام آرام خاموش می شود و با خاموشیان ریشه های فرهنگی و حافظه جمعی یک ملت نیز پژمرده می شود و جهانی از احساس اندیشه و هویت انسانی نیز خاموش می گردد. تشکر استاد محترم از شما و از جناب آتیلا جان نیز تشکری می کنیم. Hurmatli ustod, bugungi sharoitda o'z til va madaniyatimizni asrab qo'llash uchun qilishimiz gereken zaruriy ishlar nimalardir, aytib bersangiz? Eng zaruriy muhim ishlar, avval bizni talabalarimizni maktabdan o'zbek tiliga o'qish va yozish imkoni va sharoitini barobar qilmoq. Ki bunga albatta davlatlar istasa istamasa, xalq agar nima qilsa, orqasiga to'xtasa, bu gapni amaliy qiladi. To'g'ri. Xalq o'zi biroz o'zini silkilanmog'i lozim. Biroz harakat qilmog'i lozim. O'zi bosavod bo'lmog'i lozim. O'zi o'qima yozmasi bo'lmog'i lozim. Ki bu insonlar tilni qadrini, farhangni qadrini, adabiyotni qadrini, tarixini qadrini bilsin. Bir inson o'zini savodi bo'lmasa, o'zini o'qima yozmasi bo'lmasa, faqir ham bo'lsa, u boshqa til bilan ham ishi yo'q, tarix bilan ham ishi yo'q, farhang bilan ham ishi yo'q. U nonini g'amlaydi. Lihozo xalqni bosavod qilish, xalqqa ruhiya berish, xalqni bedor qilish, xalqni shu bor hissini, tuyg'usini nima qilmoq, do'qinmoq unga kerak ki ommaviy xalq tili uchun nima qilsa. Ammo mutaassifona bizni nimamizga halo bir to'siq, bir qiyinchilik bor xalqimizni nimasiga. Agar bo'lmasa edi, bizlar departament o'zbekka shogird olishga hech problemimiz bo'lmas edi. 12 million 15 million nüfus. Uchinchisi, millatni iqtisodi nima xarob. Vaziyat iqtisodini yaxshi qilmoq kerak. Agar xalqning vaziyat iqtisodida umumiy xalqni yaxshi bo'lmasa, avvalan ilmga va bilimga ko'p aloqa olmaydi. Halo mana shu vaqtga bilasizki, o'zbek departamentlar qanday bir mushkulotdadir. Boshqalardan xabarim yo'q, masalan Mazor Sharifnikini. Shogirdlar viloyatlardan ma'rif bo'ladi, keladi, g'ariblikdan o'qiy olmaydilar. imkonlari yo'qki nima qilsalar, bir joy olsalar, nima qilsalar, bilasiz, bir sürü masraflar bor. Masalan departament o'zbekini ustozlari bechoralar qancha zahmat tortib, shu omiri bir yaxshi javonam bor, Saripuli Umid Bayoni, qancha zahmat tortib shogirdlariga alohida bir nima qilibdi, o'zlari layliya tuzatibdi. Endi layliya tuzatibdi-da, bir ikki kishi hozirgacha buni bir xabarini olgan. Qaniki bizni nimalarimiz, tojirlarimiz, qaniki bizni siyosiy odamlarimiz, qaniki bizni katakonlarimiz, qaniki til deb dod bedod qilib yurgan odamlarimiz. Ki til o'zbeklik bunday odamlarga ularni himoyat qilsa, chunki oyanda bular chiroq badast mardumga. Bular oyandaga nima bo'ladi? Men shogirdlarimga aytdim, 100 kishi edi. Aytdimki, sizlar ko'p katta hadaf nima qilinglar. Eng hech narsa bo'lmaganlaringiz bor qishloqlar arbobi bo'lsanglar dedim.
To'g'ri. Eng hech narsa bo'lmaganlaringiz. Holam alhamdulillah o'shandoq. Bizni shogirdlar qayerga bo'lgan bo'lsa, nimada? Ishni bilarmon. Har bir ishni yaxshi bajaradilar. 4-inchisi siyosatchilarimizni va til deb tilni ustidan siyosat qilib yurgan arboblarimizni riyokorona davranishlari bizlarning eng katta problemlarimizdan bir tanasi shu. Qo'shilaman. Qarang. 30 yil bo'ldi Departamentoy O'zbaki ol. Ba'zi viloyatlarga nima o'zbek tiliga dars berilish maktablar nimalar bor, kitoblar chop bo'lgan. Qaysi birta bir vakil, qaysi birta bir vaziri o'zbek, qaysi birta bir valiy o'zbek bir kun shu departamentlarning birtasiga kelib bosh urib, "Assalomu alaykum azizlarim, shogirdlar. Biz nima xizmat qilaylik? Mana sizlarni xabar olgani keldik" degan bormi? Eshitdim meni gaplarimni valiy sohiblarimiz. Eshitdim meni gaplarimni vazirlar. Qancha bola vazir bo'lib ketdilar? Qancha bola vakil bo'lib ketdilar? Shular nima qilganlarini bir aytsin qaniki, shu millatning muqobiliga. Biz shogird tarbiya qildik, biz xuni jigar tartdik. Bir nima qildik? Har yerda bugun bizniki shogirdimiz bor. Qayerda birta o'zbek bosavoz shoir navisandasi bo'lsin, yo Faryob departamenti O'zbekiston Faryob bo'lgan yo Shibirg'ondan, yo Mazordan, yo Taxordan. Ammo qaniki, lihozo bu siyosat arboblarini yolg'ondan bizlar til uchun undoq qilamiz, millat uchun undoq qilamiz deb yurganliklari, riyokoronalik qilgan ishlari mutaassifona bizlarga ko'p foyda eshittirmadi. Men sizga bitta misol beraman. Bir davra bo'ldi, bir 20 kishimi 30 kishini O'zbekistonga bursga yubordilar, o'zbek tili o'qigani. Bizlarning hech birimizning xabarimiz yo'q. Bu bolalarni nima qilibdilar? Ziroatdan chiqqan, texnikumdan chiqqan, bilmayman yana bir nimada idora nimadan chiqqan. Bu shogirdlarni olib borib 2 yil o'qittiribdilar, lisans deb olib keldilar Afg'onistonga. Endi hukumat Afg'oniston ularning lisansini qabul qilmaydi. 2 yilga lisans bo'lmaydi-ki. Agar masalan shu ishni to'g'ri bajarsalar edilar, eng yaxshi shogirdlarni tanlab, aloqaman, bilatxon odamlarni tanlab yuborsalar edilar, o'shalar shunda ovora nima bo'lmaydi-ki. Qancha vaqt sargardon bo'lib darizlarga, voqlarga, baqlarga chopib yurdi. Biron ish qilsalar ham o'sha ishni usulini bilmaydi. Har kimning o'zini bilgani bor. Masalan, o'sha ikki siyosatchilar siyosat qiladi, bizlar ularni bilmaymiz. Qanday qilib masalan vali bo'lishni bilmaymiz bizlar. Qanday qilib vazir bo'lishni bilmaymiz. Ammo puantunning ishini, darsning ishini, farhangning ishini, kulturning ishini bilamiz. So'ngra yana birtasi davlatni himoyati zaif bo'lgan masala, xususan hozirgi sharoitda bu ham bizlarning eng katta qiyinchiliklarimizdan bir tanasi. Albatta. Xalqni mujodala qilish kerak, xalqni bezor bo'lish kerak. Va oxirida ham til, adabiyot, farhang xodimlarini ozligi. Nufusimizga ko'ra bizlarni ya'ni o'qigan til va farhangi o'qigan, bilgan odamlarimiz, bunga aloqaman insonlarimiz mahdud ko'p kam. Bir vaqtlar bir sho'g'lik qilib men aytdim-ku, o'zbeklarni dedim, shu farhangilarini nimalarni vaqtdan ham hisoblasang 12 ta bo'ladi, vaqtdan ham hisoblasang 12 ta bo'ladi dedim. Holi 12 ta bo'lmasin, olmasan 100 ta bo'lsin, 200 ta bo'lsin. Bu 12 million, 15 million nufusni ichida 100 ta, 200 ta hech narsa emas-ku. Mana bu bizning qiyinchiliklarimiz, bu bizning mushkulotlarimiz ki inshaalloh oyandaga bunga mutavajjih bo'lar har kim. Inshaalloh mutavajjih bo'lsin. Aniq bilgi uchun rahmat. Menimcha ham tilni asrash uchun til bilan faxrlanish, osor yozish va gaplash kerak. Va yana bir ko'ruvchilarimizdan Yasharbek janoblari yozibdilar, hurmatli ustod. Afg'onistonda o'zbek tili va madaniyatining kelajakka bo'lgan umidingiz qanday ta'rif qilasiz? Buyuring ustod. Meni fikrimcha bitta istasa, istamasa bizni borligimiz Afg'onistonga bir voqeat. Tilimizni borligi bir voqeat. O'zimizni borligimiz, xalqimizni borligi bir voqeat. Ammo bizlarni qaviy nimamiz bo'lgani uchun
bunyodimiz bo'lgani uchun mana shu qiyinchiliklarga biroz tavajjuh qilsak, oyandamiz inshaalloh ko'p yaxshi bo'ladi. Chunki bizni yonimizda buyuk bir 40 millionga yaqinli bir O'zbekiston bor. Mustaqil bir mamlakat. O'rga o'zbek tili uchun ko'p katta xizmatlar bo'lib kelib borotibdi. Ko'p katta ilmiy ishlar bo'lib kelib borotibdi. Bizlar u ilmiy ishlardan, u xizmatlardan foydalanishimizga hech bir moni yo'q. Sirf moni nimada? U lotincha bizni alifbo, biz arabcha. Lotin alifbosini 2 soatga o'rganadi inson. Bizlar qila olamiz ularning kitoblaridan, manbalardan, mahfazlardan hammasidan nima qilib istifoda qilsak, yozarlarimiz, shoirlarimiz va chunoniki hozirgacha bundan istifoda qilib kelibmiz. Uning yoniga bugungi biz boshqa bir dunyoga yashaymiz. Turk dunyosi mafkurasi o'rtaga kelib turibdi. Hali bir o'rtoq xat yozuv o'rtaga kelib turibdi. Bu o'rtoq yozuv o'rtaga kelgandan so'ng biz hammamiz bir bo'lamiz. Ozar bo'lsak, qirg'iz bo'lsak, o'zbek bo'lsak, turkman bo'lsak, qozoq bo'lsak, turk bo'lsak, hammamiz bir bo'lamiz. Hammamiz inshaalloh bu yaratilgan asarlardan istifoda qilib jahonga vasl bo'lamiz, ilmga vasl bo'lamiz. Buning uchun inshaalloh taolo oyandamizni jamiyaga bor qiyinchiliklarimizni ko'zga tutaroq inshaalloh men o'ylaymanki yaxshi bo'lamiz deb. Siz aytganday jahonga bog'lanamiz. Va Yasharbek og'amizga bu anlamli so'roqlari tufayli rahmat deb umid qilamiz. Ustozning aytgan so'zlarini eshitgan bo'lsalar va siz aytganday kelajagimiz porloq bo'lsin. Tashakkurlar hurmatli ustoz. Ustoz aziz, so'ramoqchi edim, Navoiy tili va Chag'atoy tili ko'pincha bir til deb qaraladi. Ammo aytish mumkinmi, Chag'atoy tili til sifatida, Navoiy esa shu tilning ruhi sifatida nimasi bilan farq qiladi? Janob doktor Sahib, Chag'atoy tili degan aslan bir til yo'q. Qog'ozda bor, gapda bor. Xo'sh. Bundoq bir til yo'q. U Chag'atoy tili o'sha zamondagi turk tili. Ya'ni Navoiy davri va Navoiydan oldin va Navoiydan so'ngra 2 qarn shu davradagi til turk tili. Turk tili Navoiy turk tili deb o'zbekcha gapiradi. Shundoq emasmi? To'g'ri. Navoiy hamma joyga turk tili deydi, o'zbek tili demaydi. Turk tili deydi, o'zini men turkman deydi. Ammo vaqtiga gapiradi, tili nimada? O'zbekcha. Liyozo u Chag'atoy bir tarixiy bir nima bo'lib qolgan, o'sha davrga Chag'atoy sohasida yashagan turklarning tilini Chag'atoy tili deganlar. U lekin kitob nimada asosan undoq degan bir til yo'q, bir turk tili bor. O'sha turk tili yangi shoxalaridan bir tanasi ham o'zbek tili. To'g'ri. Aniq ma'lumotingiz uchun tashakkurlar hurmatli ustoz. Hurmatli ko'ruvchilar, siz Yorug'lik mash'alai o'zbekcha dasturini Vatan televizioni orqali live jonli ko'rmoqdasizlar. Agar so'roqlaringiz bo'lsa, menga yozingizlar, men ustozdan so'rayman. Bu damgacha bizni ko'rib kelayotgan tomoshabinlarimizga Vatan radio televizioni boshlig'i Poymal janoblariga, Obidiy janoblari, texnik mas'ulimiz Sharifli janoblariga va aziz ko'ruvchilarimizga, Kemay Ko'rotimberga, hurmatli doktor Sahib Toshkentdan bizni tomosha qilyaptilar va hurmatli ustodim Yorqin janoblari borlar. Hammalariga kattakon rahmat biz bilan bo'lganlari uchun. Va ko'ruvchilarimizning yuborgan iltifotli mesajlaridan minnatdormiz. Har biringizga omadlar istaymiz. Hurmatli ustoz, barnomamiz asta-sekin o'z adog'iga yetib borotibdi. Axirda ayniqsa til sevar va yoshlarga til va madaniyatini asrash uchun nimalar tavsiya qilasiz? Sizdan eshitaylik. Meni yoshlarga tavsiyam shuki, bu zamonga hamma imkoniyat bor. Internet bor, televizionlar bor, kitob bor, narsasi bor. Imkoni boricha kitob o'qisinlar, imkoni boricha o'rgansinlar, o'zlari zarfiyatlarini ko'tarsinlar, yuksaltirsinlar va bu nima fikrini
ki bilmem masalan men fakulta o'qisam nima bo'laman degan bu fikrni kallalardan chiqarsinlar. Qaysi fakultani o'qisa o'qisin, lekin zarfiyatini bilanga ko'tarsin. Bezarfiyat va fakulta o'qimoq, master bo'lmoq, doktor bo'lmoqning bir anlami yo'q. Bu dunyo ish dunyosi, bu dunyo bilim dunyosi, bu dunyo tahavvul va taraqqiy dunyosi. Buning uchun qadamlarini shu muasir madaniyatni, dastavordlari va imkoniyatlari bilan barobar ko'tarmoqlari kerak. Hammalariga muvaffaqiyat. Tashakkurlar. Sog' omon bo'ling, hurmatli ustod. Dasturimiz nihoyasiga yetib borayapti. Hurmatli ustod, sizdan kattakon rahmat, chin ko'ngildan minnatdorchilik bildiraman. Taklifimizni qabul qilib, mazmunli suhbatlaringizni eshitdik va so'roqlarga ham javob qaytardingiz. Chidam bilan javob berganingiz uchun rahmat deyman sizga. Hamda qiymatli vaqtingizni biz bilan ham ko'rganingiz uchun Vatan radio televizioni yorug'lik mashhadi tomoshabinlariga ham tashakkurlik bildiraman bu paytgacha biz bilan bo'lganlar uchun. Yenaki barnomalarga ko'rishguncha xayr-amon qoling. Ko'pdan ko'p rahmat ustod, vaqt ajratib qatnashganingiz uchun. Tashakkur qilaman. Sog' omon bo'ling. Muvaffaqiyatlar nasib bo'lsin sizga. Tashakkur ko'pdan ko'p. Salomat bo'ling. Xudoyoriz sog' omon bo'ling. Yenaki barnomalarcha ko'rguncha xayr-amon qolinglar. Rahmat.